Assalomu alaykum azizlar. Asal va asallar zahri ming dardga davo deyishadi. Namangandan katta yangilik. Asallar zahri bilan davolash markazi yangi manzilda, yangi joyda o'z ish faoliyatini davom ettirmoqda. Hozir yaqindan tanishtiramiz. Avval Namangan shahri Sarbon yonida asallar zahri bilan davolash bo'yicha ko'p yillik tajribaga ega tabib Ilhomjon Isaqov boshchiligida ko'plab bemorlarimizni dardidan forig' bo'lishga sababchi bo'lishgan edi. Endi esa barcha qulayliklarga ega bo'lgan mana bunday zamonaviy xonalarimizda, yangi manzilda Ilhomjon Isaqovning farzandlari Ibrohimjon Isaqov asallar zahri bilan ko'plab yurtdoshlarimizni qiynab kelayotgan kasalliklarni davolab kelmoqdalar. Ushbu markazda Ibrohimjon nafaqat tabobat bilimlariga suyangan holda, balki Germaniya davlatidan keltirilgan maxsus apparat yordamida tashxis qo'yish ishlarini amalga oshiradilar. Muhim, men ham navbatdaman, asosiysi hozir natijalarni bilamiz. Asosiysi, asallar zahri bilan davolayotgan Isaqov Ibrohimjon O'zbekiston Xalq tabobati akademiyasining maxsus guvohnomasiga egalar. Asallar zahri yordamida revmatizm, poliartrit, grija disk, beldagi shamollashlar, bo'g'in kasalliklari, buyrak, ichak shamollashlari, siydik yo'lidagi shamolashlar, prostata, farzandsizlik, oshqozon ichak kasalliklari, uch shoxlik nerv shamollashi va insultdan keyingi harakatsizlik holatlarini asallar zahri bilan davolaymiz. Mabodo sizning organizmingizda asallar zahriga biroz bezotagarchilik bo'ladigan bo'lsa, allergik holatlar chiqadigan bo'lsa, birinchi yordam uchun barcha zaruriy dori vositalari mavjud. Insult bo'lganlar, birinchi guruh nogironlari va maktab o'quvchilari uchun muolajalar mutlaq bepul tarzda amalga oshiriladi. Uzoqdan keladigan bemorlarimiz yotib qolishlari uchun sharoitlarimiz ham bor. Opa-singil va onajonlarimiz uchun ayol xodimalarimiz xizmat ko'rsatishadi. Manzilimiz Namangan shahri Hamza Kalsovoy, Mo'jal Abdug'affor Terakzor oshxonasi yonida joylashgan asallar zahri bilan davolash markazida sizni kutamiz. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq amalga oshiring.